piyozni to'rab qo'ydim, hozir tiqib yuboramiz. Ana qaralaring, mana shu shashin yeb bo'lsa uyga ketamiz. Guruhlarda aniq shunaqa bola bor. Dajani 2 kun olganmiz, hali 1 kun bor-ku. Namuchi ketaman deyverasan, ha? Bolalar dachchaga 1 kun kam 2 kun ko'p-a. Katamani uchib bo'lgandan keyin uyga ketamiz. Bundan keyin sharsaraga chiqamiz. Ay, shashin nima bor? Uyga bora qolaylik. Sen bilan O'tbetga bor bo'lmaydi. Borishing bilan ketaylik deb dam oltirgani qo'ymaysan-a? Abetdagi uyga ketib qolishi mumkin. Hop, mashinani mana olib olasan-a. To'xtalaring. Uyga keta qolaylik, hali shashinlik uzoq-ku. Qoldik-ku. Uyga ketsa yaxshi bo'lardi. Bo'ldi. Bundan katta shashari uyga keta qolaylik. Endi cho'milamiz o'rtoq. Mana qara, Abetdagi uyga ketmoqchimidi? Yo'q, cho'milamiz. Meni olib bortasha. O'rtoq, mana bir qara dachchada yomg'ir yog'ishini mazza-ku. Yomg'ir yog'yapti, sendan o'shni uyga ketamizmi? Yo'q, mazza-ku, yomg'irda mazza qilib cho'milamiz. Mas uyga ketaylik. Mana bolalar ovqat pishdi. Ha, ovqat yeb bo'lgandan keyin uyga ketamiz. O'rtoq, nega shunaqasan? Choyxonaga borsak ham eshikning oldiga turib olasan, ketaylik deb. Unaqa bo'lmagin. Qayerga borsa ham ketishni o'ylaysan, nima unaqasan? Bo'pti, asabiylashmalari, aniq netlari, qachon ketamiz?